Xazinem Tor Til Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarimizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Burunqi zamonda bir cho'ng boy bor ekan. U doim oson qo'lga keladigan mol dunyo bo'lsa, qarab to'ymayman. Japa chekib erishadigan mol dunyo bo'lsa, nazar ko'zimni sep qo'ymayman deydi ekan. Va aysh ishrat kayf safa bilan kun o'tkazadi ekan. Kunlardan bir kuni ketib etib, yer haydayotgan qavun bir dehqonga yo'liqibdi. Boy uni qo'lga tushirmoqchi bo'lib, ichida bir shumliqni o'ylashga kirishibdi. Dal mush chaqda qo'shning tishi bir narsaga qattiq urilibdi. Dehqon shunda qarasa, qo'shning izidan yo'g'on bir ko'zi ko'rinibdi. Dehqon ko'zini elib qarasa, lip-miliq oltin ekan. Buni ko'rgan boy ko'nglida jafo chekmay osonla erishadigan mol dunyo degan mana shu deb xushalliqdan terisiga sig'may qoldi va tang bo'lib turgan dehqonga: "Ey, bu mening ot-bobomdan miros qolgan yer. Sana bu yerni haydashga kim ruxsat berdi? Sen o'g'ri bu yerni haydab, ko'mib qo'ygan oltinimni o'g'irlamoqchimiding?" deb dehqonga esilyapti. Dehqon o'zingni xarqig'ich kuchingni xarq qil debdikan. Her nim bo'lsa o'z kuchim bilan topay deb o'ylab ko'zini oltin bilan boyga beribdi. Xushalliqdan boyning og'zi qilqiga yetib, darhol uyga qaytibdi-da, ishkir qaznaqa kirib, eshikni mahkam etibdi. Ve ko'zning og'zini shundoq etishiga ko'zning ichidan mig'ildab harlar uchib chiqib, boyning bosh ko'zini chiqib, qapoqdek eshitib etibdi. Boy ming tasda uydan qochib chiqibdi-da, ko'zini ko'tarib dehqondan o'sh olmoqchi bo'lib minibdi. U dehqonning uyiga kelib, o'ziga ko'zini ip chiqib, "Meni chaqqan hara senimi chiqib boqsin?" deb mo'risidan to'kibdi. Dehqon uyda ekan. Qarsa mo'risidan oltin kumushlar jaranglab tushib, uyni liq to'ldiribdi. Buning bilan dehqon nihoyat yaxshi turmush kechiribdi. Haram tamoq boy bo'lsa, her chaqqan badanning og'rishidan saqlanmay o'libdi.